Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Yejavika ko'chat ishqibozlari. Shuhrat Ergashev Yejavika ko'chatlar bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana bugun Yejavika ko'chatlarni serlab qo'ydik. Hozir mashina kelyapti, yuklab chiqarib yuboramiz. Rishtondan, Namangandan, Toshkentdan zakaz qilishgan. Mana ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik. Hozir ko'chatlarimizni ham, ko'chatxonamizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana shunga hozir to'rttasiga bittadan mana bu yagomizdan bonus qilib berib jo'natib yuboramiz. Har bittasidagi 1 kilodan tashab ikkisi. Endi tushunmagan odamlarga biogomus nima degan savollar ko'p bo'ladi. Biogomus bu ekologik, toza, tabiiy o'g'it, o'simlikni tez o'sishini va ko'p hosil berishini ta'minlaydi. Uni yordamida yetishtirilgan har qanday meva-sabzavotlar inson salomatligiga ziyon yetkazmaydi. Agar xohlovchilarga biogomusni o'zidan qilib bering desa, biogomus ham qilib beraveramiz. Xohlasalar upakovkada, xohlasalar qopda qilib beramiz. Agarda kimgadir shunaqangi Yejavika ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilanmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu Yejavika ko'chatlarimiz, ko'chatxonamiz. Hozir bu tomonda ikkita poliyamiz bo'shatdik. Hozir mana shu yerda hozir ikkita poliyamiz qoldi. Ko'chatlar holati juda ham dahshat. Bizda umuman 1 yillik ko'chat yo'q, bitta 2 yillik ko'chatlar hammasi katta ko'chatlar.